Hozir qisqa soniyalarda nega siz qulay, lekin sevimli emas ekaningizni gapirib beraman. O'zbek ayollari yoshligimizdan a'lochi qiz, qulay qiz, sabrli qiz, kamtar qiz obrazida tarbiyalanadi. Ya'ni ortiqcha gapirma, ko'p kulma, ko'p o'zingni ko'rsatma, kamtar bo'l, kimdir urib ketsa ham uzr, yuzim qo'lingizga tegib ketibdi deb ayt. Asosan shunaqa tarbiya qilinadi va buni natijasida ayniqsa millenial pokoleniyasi 80-yildan 2000-yilgacha bo'lgan pokoleniya judayam bir hammani ko'ngliga qaraydigan, o'zidan boshqa hammaga qulay, o'zini nima xohlashini aniq bilmaydigan va afsuski tanlanmaydigan ayollar pokoleniyasi bo'lib tarbiyalandik. Lekin buni minuslari nimada? O'zini sevmagan, o'zini tanlamagan ayolni hech kim tanlamaydi. Biz o'zimizni necha foiz, 20% sevsak 20%, 30% sevsak 30%, 100% sevsak 100% erkaklar va umuman atrofimizdagi olam bizni sevadi va qabul qiladi. Sevgi bu nafaqat erkaklarga, balki umumiy mijozlarimiz, atrofimizdagi olam, ota-onamiz, yaqinlarimizga nisbatan kompleks tushuncha deb oladigan bo'lsak, faqatgina o'zimizni sevganimizdagina biz boshqalarni ham to'liq sevib hurmat qila olamiz va boshqalar ham bizni sevib to'liq hurmat qila oladi. Shuning uchun azizlar, sevishni birinchi o'zingizdan boshlang. Bunda esa sizga mening meditatsiyalarim yordam beradi. Olish uchun izohlarda sevgi sozini qoldiring.